Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuh. Biz sizni bilen indi gündelik dualarını hem zikir öğrenülerine devam etimiz. Allah subhanahu teala Kur'an'da balay deyip ayta. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Ey iman keltirgan kishilar, Alloh taolaga ko'p zikr qiling'iz. وسبحوه بكرة وأصيلا. Ham erta bilan, kech bilan da zikrda bo'lishimizni Alloh subhanahu taolo tilaydir. Bu zikrlarni har bir musulmon da o'tay ola. Biz endi bilamiz, har bir namozdan so'ng zikr qilana. Mana masalan 33 martaba subhanalloh, 33 martaba alhamdulillah, 33 martaba Allohu akbar degan zikrlar da bor. Shusha vaqtda har barchamizga da Allah Rabbimiz zikr qiluvchilardan o'zimizni nasib etgan edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.